Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Mana bugungi video darsligimiz mana bu quyonni ko'ryapsizlar. Kalla qiyshayish holati kuzatilgan. Mana ko'ryapsizlar, bir tomonga qiyshab qolgan kallasi. Shuni xudo xolasa lichenasini boshlaymiz. Buning uchun buni nima qilish kerak degan savolga Gamavit ukolimizdan 0,4 gram tortib olamiz. Xo'sh, dexametazondan ham 0,4 gram tortib olamiz. 0,3 buniki. Keyin 0,4 azithromycin shamollashga qarshi ukoldan tortib oldik mana. Bu ham 0,4 qilinadi. Hammasini sonidan qilamiz. Xudo xolasa 3 kundan 5 kungacha shu narsani bir kunda bir mahaldan qilamiz. Inshaalloh shu quyonimiz avvalgi holatiga qaytishiga yordam beramiz qo'ldan kelgancha. Mana bismillah. Quyonda bunaqa orqa son qismida yumshoq joy bo'ladi. Shu yumshoq joyiga ukol qilinadi. Unlamayapman. O'ng tomonga buni qildik. Endi chap tomonga bir qator ishkalab olamiz. Shu qilingan ukol tarqalishiga yordam beramiz. Tejoriy to'planib qolmasligi uchun. Ozroq vaqt o'tgandan keyin bunisini qilamiz. Xuddi shu holatda 3 kundan 5 kungacha qilamiz. Inshaalloh mana shu bilan shifo topadi. Yana qanaqa kasalliklarga video obzor qilishimizni xohlasanglar, kommentga yozib ketasizlar, bittadan like bosib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha, bilimimiz yetgancha shunaqa narsalarni sizlarga ko'rsatib, yordam berishga harakat qilamiz. Sog' bo'lasizlar.